Do'stlar, g'alabaga teng durangni bugun mana yuvishga keldik mana. Hamma shu yerda biroz gap o'yin haqida. Aytibdi, qiziq o'yin bo'ladi deb. Hazillashdim, paxtaga yetolmay bor. Chunki hali yaqin necha yilda biz yetolganda bu yerda Surxondan ochko olib ketish oson emas. Faqat Qizilqumga, boshqa jamoalarga emas. Bo'lajon, biroz gap o'yin. Zo'r bo'ldi, nima deymiz? Sizga yoqdimi? Birinchi marta stadiondan tomosha qilasiz. Kelmaganlarga nima deysiz? Kelmaganlar. Kelishini tavsiya qilamiz. Tavsiya qilasiz? Jonli ko'rishdi. Aha. Uka, qanaqa bo'ldi futbol? Dahshat bo'ldi. Yoqdimi? Birinchi marta sen ham. Zo'ra, Olg'a Surxonda. Olg'a turgan. Salimov sразу vayniz. O'yin zo'r bo'ldi. 1-1 bo'ldi. Boya so'ra demayotgandi 1-1 bo'ladi. Kimdan ustozingdan aytdingda, men-ku ustozing. Qarg'ish olmagan. Ibrohim Olg'a Surxonda. Olg'a turgan. Du. Sunnat. Qanaqa bo'ldi o'yin? Cho'chilar, 1-1 bo'ldi. O'zi hech mumkin edi Surxon. Salgina yetmay qoldi. Oxirgi daqiqada urib ketganlar. O'tobek aka juda emotsional kuzatdingiz siz. Qanaqa bo'ldi? Kelishdan oldin bilar edim, shuncha turdim. Yo'q e? Aytdim o'zimga. Ha. O'yin deyishdim. Navruz. O'yin zo'r bo'ldi. O'yin zo'r bo'ldi deyapman-ku. G'alaba kutuvdik endi bo'ladi. Paxtakor muxlislarini xafa qilmagan holda bitta gap aytaman. Jahon chempionatidan oldin mayli ko'ngli o'ksimasin deb durang berib yubordik oxirga. O'zi bunday olganda 70% sborniy komanda bilan o'ynadi-ku, domilla. O'zbekiston terma jamoasining eng asosiy lider o'yinchilari bilan o'ynash oson emas. Bu faqat Surxon jamoasiga xos o'yin bo'ldi. Rahmat. Nima deymiz? Olg'a Surxon. Keyingi o'yinlarda omad.